chiqarilgan. O'sha paytda zakon bergan. Shunaqa mahsulot ishlab chiqaringki, xalq onani qonidan to keksagacha standartni ta'sir qilsin. Achchiq emas, sho'r emas, hammaga, misol uchun bir xillik allergiyasi bor, bir xillik mumkin emas deymiz. Hammaga bir xil ta'sir qiladigan shunaqa mahsulot o'ylab topinglarki, insonni umuman kasal qilmasin, kasallikni kamaytiradigan zakon berilgan. Yil davomida olimlar izlanib shunaqa mahsulot ishlab chiqarishdiki, birinchi bo'lib kalamushdan natija qilishdi. Kalamush umri 6 yil bo'lsa, 3 yil bo'lsa, to'ysizdan mahsulot ichib 6 yil yashaydigan. Agar insonlar shu mahsulot ichib yuradigan bo'lsa, 182 yil yashaydigan xususiyatga ega. Shuning uchun hozir kunga bitta mahsulot ichib yurgan insonlar biladi, kundan kunga yosharyapti, ajini yo'qolib, borgan sari yosh bo'lib boradi. Sababi bizning mahsulotlar tarkibida shunaqangi noyob qimmatbaho mahsulotlar bor. O'sha haqida qisqacha berib ketaman. Tez ko'pincha og'izga ketaman, yozib olishni bilmayman. Mahsulotimiz tarkibida 8 ksanton bor. Bu ksanton nimaga yordam beradi? Raqli hujayralarni bloklab beradi. Raqli hujayralarni bloklab beradi. Butun o'sha organizmdagi o'sha bakteriyaning viruslarga qarshi immunitet kuchaytirib, raqli hujayralarni bloklab beradi va organizmga immunitet ko'tarishga yordam beradi. Bu ksanton bizada sabzida, chesnokda, loviyada ko'proq uchraydi. Ko'pchilik loviyani ichida qilishadi. Fasolda. Va bizada 250 dan ortiq makroelementlar bor. Qani, makro mikro degani bu aynan primor zarracha hisoblanib, aynan hujayraning ichiga kirib olib oziqa berish uchun 250 dan ortiq makro mikroelementlar bor. Bu aynan o'sha butun organizmdagi o'sha hujayra, o'simlik, yog'lar hammasini zarrachalarga kirib, primor hujayraning ichiga kirib chiqish uchun yordam beradi. Va bizning tarkibida asalari ona suti bor. Asalari ona sutini 60% suvdan iborat. Suvdan 40% bug'dan iborat. Bu nimaga yordam beradi? Asalari ona suti eskilarga ham shahvatini yoqishga yordam beradi. O'shaning uchun mana bu hozirgi 80-90 degan yoshlikda bizlarnikida 60 yetib borsa ham xursand bo'lamiz. 50 yosh hatto 40 yoshga yetmasdan farzandlar sutlashib boryapti. Erkaklar ham, ayollar ham gormonal faoliyati bo'lyapti. O'shaning uchun asalari ona suti aynan raqli hujayralarni bloklab berib, foiz jihatini aynan gormonal sikl faoliyatini normallashtirib beradi. O'shaning uchun bu juda ham o'zini osida juda qimmat bo'ladi. Chunki ancha summa turadi. Bizlar mahsulotda asalari ona suti ham qo'shilgan. Anorning tabiiy siqilgan suvi. Anor sharbati deylik. Anor sharbati hamma bilasizlar, juda ko'p kasalliklarga yordam beradi. Anor tabiiy siqilgan suvi har kuni bir bitta piyoladan bir oy davomida ichib yursanglar, dalini chiqmasdan qoninglarni normaga beradi. Yoshdan oldin anori postini boshiga qo'yib olsanglar, uyqinglar yaxshi bo'ladi, asabiyat tekshiradi, dalini chiqishini oldini olib beradi. Yana anor tarkibida o'sha aynan ich qotish xususiyatiga ega, ich qotayotgan insonlarni, panos bo'layotgan insonlarni anor sharbatini, anor postini qaynatib ichsangiz ich qotirishga yordam beradi. Va anor postini mayda qilib yanchigan holda zaytun yog'iga aralashtirib yuzingizdagi maska qilsanglar, ajinlarni, ug'ringlarni, hollarni yo'qotib beradi. Anor sharbati aynan bizning mahsulot sostaviga qo'shilgan. Xo'p, keyin Kuyizin deysimiz. Bu aynan neurologik kasalliklarga kuyizin deysimiz, deymiz. Dunyo bo'yicha hech qaysi mahsulotdan aynan shu kuyizin deys yo'q. Bu u ham raqli hujayraga neurologik